Sergeli to'rga kelganmiz akalar. 3 xonali kvartirani 2 yo'lti balkonlari bilan, remontlari bilan izlab yuruvmiz. Naxtga bosib o'raydigan joyi. Bu lokatsiyani ko'pchilik bilsa kerak. Ko'chani boshi yarmarka, Korzinka, Sergeli rudi. Bu yoq tarafga yursanglar To'ron metro. Domimizning oldida maktab bog'chasi bor, parkovkalar bemalol, yashil hudud, mana daraxtlar, har tarafdan libo odamga yoqadigan lokatsiya. Uyimizda 5 qavatli domimiz 4-qavatida joylashgan, maydoni 78 kvadrat, narxi 66.500 dollar naqd pulga kelsanglar, xudo xohlasa savdo qilamiz. Endi esa uyimizga kirib boraveramiz. 3 xonali fayzli xonadon hammamizga nasib qilsin deganlar bitta like bosib qo'yamiz. Atroflarda daraxtlar, yonginamizda maktab bor, bog'cha bor, magazinlar, Korzinka, avtobuslar qatnaydi, metroga ham yaqin. Ko'chamizning boshi yarmarka, bemalol borib kelib yuraverasiz. Ko'pchiligi yoqqan tarafi 2 yo'lti balkonga tapchan qilib qo'yganmiz. Ba'zilar o'sha tapchani buzadi, yana bitta xona qilib qo'yishi ham mumkin. Oshxonani kengaytirish imkoniyatlari bor. Yana shunga o'xshagan variantlarimiz bor. Telegram kanalimizda mana shu raqamlarga Telegramdan yozib yuborsanglar, Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz.